Lokatsiyaga e'tibor qiling. Lokatsiya shundoqqina pavorotdan kelishda, bu yog'i Oblogayiga borishda Pedinstga yetmasa, mana shu kirpish domimizda birinchi qavatda 2 xonadan iborat bo'lgan uyimizni video obzorini taqdim etamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, lokatsiyasi haqiqatda udar, dahshat lokatsiya joylashgan shahar Qoq markazida. Hozir uyimizni birgalikda ko'ramiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, birinchi qavatda ishiga e'tibor qilasiz. Arzon eshik qo'yilmagan, juda chiroyli qimmat eshik qo'yilgan. Xonadonimiz 2 xonalik, to'liq remontdan chiqqan, g'ishli dom birinchi qavatda. Bu bizning zal qismimiz, e'tibor qilasiz. Barcha mana mebellar qo'yib ketilgan, mehki divanlarimiz, televizorimiz, chiroyli lyustralarimiz. Bu esa bizning ikkinchi xonamiz, yotoqxona qismimiz. Bu yerdan ham ko'rib turibsiz, barcha sharoitlar qilib qo'yilgan. Remontchilar juda chiroyli chiqqan. Sanuzerimiz umumiy o'tiribdi. Marhamat. Chiroyli kafillardan remont qilingan. Va bu esa bizning oshxona qismimiz. Ko'ribsiz, barcha texnikalari qo'yib ketilgan. Aytayotgandek, birinchi qavatda dukonturli kotel, marhamat, e'tibor qilishingiz mumkin. Xonadonimiz polna radiator sistemasida istiladi. Bu yoqda shahar Qoq markazida bo'lib, gaz va suv kommunikatsiya hujjatlarida umuman muammosi yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 53 ming AQSh dollari so'ralyapti, savdosi bor. Ipotekaga ham xarid qilsa bo'ladi. Kimga xonadonimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, tezda aloqaga chiqing, narxini kelishtirib olib beramiz.